Uyda jim o'tira olmaydiganlarning birinchi qismi. Kayfiyat zo'r, qo'shiq ham chotki. Osmondagi ko'rinish 100 dan 100. Lekin hammasi siz o'ylagandek oson emas. Mazza qilib dam olish kunimizni ekstrem qilib o'tkazamiz deb o'ylagan edim. Lekin qayg'u o'pirilib tushdi. Esda qolarli dam olish kuni bo'ldi. Yuragi bo'shla, buni ko'rmanglar. Menda plus bitta fobiya paydo bo'ldi. Hola. Odam tanasi ekstrem holatlarda nimaga qodirligini ko'rdingiz. Yozda snowboard zonalari nima bo'ladi deb o'ylashadi. Undan ham battar ekstrem sport turi paydo bo'ladi. Parashutda tog'dan tushish. Bu mayli-ku, tog'dan tushishi yana ham ekstremroq turi bor ekan. Tog'lar orasidan sakrab tushish. Bu kostyumning nomi Wing Used. Bu videodagi odam 120 km tezlikda tushyapti. Shunaqa paytda burni qichishib qolsami? Va albatta, bu ro'yxatda Red Bull bo'lishi kerak. Tepalikdan sakrab mana shu kichkina zonaga tushish kerak ekan va u buni uddasidan chiqdi. Agar bu videoning ikkinchi qismini chiqishini xohlasangiz, menga like bosib, obuna bo'lib qo'ying.